Assalomu alaykum, sehrli ishik bolalar rasmli kitob klubimizdagi umoqlar. Men Nadira opanglar bilman. Bugun sizlarga Yaponiyadagi umoq do'stinglar Marfina g'ayrat ilib kelgan Partidishim Masuda nomli hikoyani tarjim qilib o'qib beraman. Men bugun maktabga borolmaydigandek turaman. Chunki beshim og'riyotgandek qiladi. Qo'rsqim og'riyotgandek qiladi. Qizib qolgandek turaman. Beshim og'rigan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Qo'rsqim og'rib ketgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Maktabga faqat borug'im kelmayotdi. Qizib qolgan bo'lsam, bek yaxshi bo'ladi. Bog'chaga berib o'ynab kelaymi ya? Muallim, Miho darsdan qochmoqchi bo'lyotdi. Ah xudo, bu Partidishim Masudaning ovozi. Partidishim Masuda partining o'ttirig'i siziq sizib qo'yib, Bu siziqdan chiqib ketsang, seni uraman, deb menga chekchiydi. O'chirgichning aqli siziqdan o'tib ketsami, o'rindiqimga tepidi. Men hisob darsiga bek o'sh. Partidishim Masuda bo'lsa, Muallim, Miho qo'lni shiltib hisoblayotdi, deb muallimga chiqishtirib qo'ydi. Ikki qo'shilgan birni 10 qo'lda hisoblab etkili bo'ldi. 9 qo'shilgan 3 ga 2 qo'lni ishlasam yanada tas. Partidishim Masuda bo'lsa, 10 qo'shilgan 11 ni qandoqmi hisoblasan? deb kulib meni masxara qiladi. Men maktab tomoqining sho'rpisidagi qizil sabzini faqat yaxshi ko'rmayman. To'qi go'shtini yoqtirmayman. O'g'irliqcha oshirib qo'ysam, Masuda barcha ovozi bilan Undoq qilsang bo'lmaydi. Yana oshirib qo'yibsan-ku, deydi. Mening tantarbiya vaqti bilan xo'shim yo'q. Taxlang'uchni faqat yaxshi taxlay olmayman. Yugurishga ipim yo'q. Aksicha Partidishim Masuda bulog'i bek usta. Nemishqa taxlang'uchni tutib o'tirsan? Bilmasang o'gitib qo'yayjimi? Bo'ldi, hojati yo'q. Sen meni bo'zaq qildi ekansan. Dötlükünge bakmay ajab bo'chkansin, ha? deydi Masuda. Tunugun maktabdan qaytish vaqtida urushib qoldik. Masuda tug'ilgan kunimda erishgan xushpiraqliq holran qirindishimni sundirib etdi. Men uchirgichimni uningga bir etib edim, u cho'chib ketdi va menga chekchiyib qaradi. Men oldirash tinish uyga qaytdim. Bugun maktabga borsam, u meni cho'qim urib oldi. Oh, ajab ish bo'ldim. Maktabga faqat borug'im yo'q. Masuda bugun maktabga kammisin bo'pti ekan. Yaxshimsan? Yaxshimsan Masuda? Voy, u yerda nima ish qilyapsan? Hech nima, dedi Masuda. Voy, meni kechira. Masuda shundoq degunicha meni burni qo'ydi. Orqadanla Maktabdan qaytqitsang qo'shishni o'gitib qo'yaymi? dedi. Bo'ldi, hojati yo'q. Sen meni bo'zaq qildi ekansan. Dedim men Partidishim Masudaga.